İslam Xitobnomasi Ali İzzat Begovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uvchi Elikbek Nashr qilg'uvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zekiya Abdusattar 2023 yılı 1. nəşri 1. qatim besilishi İstanbul 3. İslami tüzümnün bugünkü meseleleri İslami gülünüş dini inqilab mı yoki siyasi inqilab mı? İslami tertib din bilan ijtimoiy siyasi tüzümnün birligidir. Acaba onunğa oluş üçün dini uyg'unish kerakmi yoki siyasi inqilab qilamdiq? Cavab: İslami qayta gullanish diniy inqilobsiz boshlanolmaydi. Shundaqla siyosiy inqilobsiz uni muvaffaqiyatli davomlashtirg'ili va tamomlag'ili bo'lmaydi. İslamiy qayta gullanishni qo'sh inqilob axloqiy va siyosiy deb ta'riflagan bu javob diniy yangilanishni oldingi o'ringa qo'ydi va bu islomning mohiyatli prinsiplari va kunimiz musulmon dunyosining ko'ngilni g'ash qilarlik realliklarini ko'zatishning natijasidir. Bu realliklar musulmon dunyosidagi ig'ir axloqiy cheriklikka, benormal ish harakatlarga, parixo'rlik va xurafiy e'tiqodlarning hukmronligiga, hurullik va ichki yuzlimlikka, g'ayri islomiy odat va ko'nikishlarning olqishlanishiga, cho'nqur yildiz tortgan moddiyatchilikka, kishini o'yga soladigan darajadagi umid va hayajon yo'qsulligiga ishora qilmoqda. Bu yangilik bir vaziyatda har qanday bir ijtimoiy yoki siyosiy o'zgarish boshlang'ich qadamini dag'dam tashlay oladi. Har qanday bir millat tarixdagi rolini joriy qildirishga chaqirilishidan ilgari cho'qim ichki tozalanish davrini boshdan kechirishi va bir qism asosiy axloq pozitsiyalarini o'zlashtirish lozim. Dunyodagi har qanday kuch axloqiy kuch sifatida boshlandi. Har qanday mag'lubiyat axloqiy santurlashdan boshlandi. Amalga oshirilmoqchi bo'lgan har qanday narsa oldi bilan kishilarning ruhida, nafslarida amalga oshishi kerak. Ondaqda islomiy tartibning oldingi sharti sifatida diniy uyg'unish degan nima? U hammadan avval yangi tushuncha, vijdon va yangi iroda deganlikdir. Diniy uyg'unish hayotning haqiqiy nishoni, odamning nima uchun yashaydiganligi va nima uchun yashashi kerakligi to'g'riliq aniq tunib yetishdir. Nishon zodi shaxsiy nishonmi yoki ijtimoiy taqozomi? Mening irqim yoki millatimning shon-sharfi ulug'liqmi yoki shaxs sifatida mening oldi planiga o'tmishimmi va yoki yer yuzida Allohning qonunlarining hukmronligini o'rnatishmi? Bu ahvolda diniy uyg'unish amaliyotda o'zini musulmon deydigan yoki odatda boshqalar shunday ataydigan kishilarning islomlashishi deganlikdir. Bu islomlashishning boshlanish nuqtasi Allohga bo'lgan mustahkam e'tiqod va musulmonlarning islomning diniy va axloq qoidalarini keskin va samimiy tatbiqlashidir. Diniy uyg'unishning ikkinchi qismi bo'lsa, nishon eng buyurgan majburiyatni o'rindashga tayyor turishdir. Shunga diniy uyg'unish axloqiy qizg'inlik va uning sifati, ruhan shaylarga hukmronlik qilish psixikasi, odatdagi kishilar favqulodda jasorat va fidokorlik talab qiladigan ishlarni qilishga qobil holga kelgan tajribalik va praktik idealizm ahvolidir. Demak, diniy uyg'unish mumkin bo'lgan kundalik normalarni amaldan qolgan shaxs va butkul jamiyat o'z g'oyalari uchun kutilmagan fidokorlik darajasiga o'rlaydigan yangicha e'tiqod va iroda sopasidir. Ushbu yangi ruhiy holat va hissiyot bo'lmay turib, bugungi musulmon dunyosida haqiqiy o'zgarish hosil qilish mumkin emas. Bu muloyizalar asnosida bir lahza bo'lsa-mu bizda tangirqash maydoniga keladi-da o'z-o'zimizdan mundaq so'rab qolamiz. Acaba bu islomiy tuzumga ilib boruvchi yo'lni qisqartirish uchun islomiy to'pluq barpo qilishning oldingi sharti bo'lgan munosib organlarni qurib chiqadigan va xalqning diniy, axloqiy va madaniy jihatdan sistemalik tarbiyalanishni ishga oshiradigan hokimiyatni egallashmi? Lekin bu ziqishdan boshqa narsa emas. Chunki tarix hokimiyatning mahsuli bo'lgan bir haqiqiy o'zgarishga tanux bo'lgan emas. Har bir haqiqiy o'zgarish ta'lim-tarbiya bilan boshlangan tegi-tektidan axloqiy da'vat edi.
Buningdan boshqa islom tartibini o'rnatishni ma'lum bir hukumat va uning organlariga havola qiladigan formula bu hukumatning qanday ro'yobga chiqish haqidagi savolga javob bermaydi. Uni kim qurdi, uning aparatlari qanday kishilardan tarkib topadi, oxir oqibatda bu hukumatning harakati zodi kim kontrol qiladi va barini o'rib qayta qurib chiqishga sabab bo'lgan maqsadga va qo'llagan xalqqa emas, balki o'zi uchun xizmat qilmaydiganligiga kim kapolatlik qila oladi? Hokimiyat beshidagi mavjud guruhini boshqa bir guruhga almashtirish mumkin. Bu har doim bo'lib kelayotgan ish. Bir zalimning o'rniga boshqa zalimni o'ltirg'izish, dunyolik mol-mulklarning birovning qo'lidan boshqa birovning qo'liga o'tkazish mumkin. Bu ma'noda mavjud ism, bayroq, she'r va shuarlarni o'zgartirish mumkin. Ammo bu shaklda dunyoni yangidan his qilib bo'lmaydi va insonning o'ziga, o'zgalarga va dunyoga qarata pozitsiyasini o'zgartirishga qobil islom tartibiga bir qadam yaqinlashishi mumkin emas. Har zaman va har makonda ma'lum kuch yoki hukumatni yordamga chaqirish fikri insonning jihodning tunji va eng qiyin bosqichidan o'z nafsi bilan jang qilishdan qechishdan iborat tug'ma orzusidan keladi. Odam tarbiyalash tas, lekin o'z-o'zini tarbiyalash texmi tas. Diniy uyg'unish deganimiz aniqlim nuqtasidan, o'zidan va o'z hayotidan boshlashni ko'rsatadi. Aksicha, o'zgarish paydo qilish uchun kuch va huquq ishiltish bo'lsa, o'zgalarga qaratildi. Bu ideyaning jalbkorligi mana shu yerda. Shuning uchun islomiy tartibni o'zi asosiy nishon qilib belgilagan bir harakat hammadan avval axloqiy harakat bo'lishi kerak. U insonlarni texmi ustun va texmi yaxshi qiladigan bir fikr sifatida kishilarni axloqiy jihatdan yuksaltirishi va tuzish kerak. Mana bu islomiy tartib bilan kishilarni axloqqa chaqirmaydigan va axloqiy o'lchamlarni hisobga olmaydigan, o'y fikr va manfaat barobarligini oldingi o'ringa qo'yadigan siyosiy partiya orasidagi farqdir. Diniy uyg'unishning muhimlik xususida boshqa manbalarda bo'lgandek islomiy manbalardami yetarlik asoslar bor. Birinchi bo'lib, Qur'on Karim bir millatning har qanday o'zgarish va yaxshilanishning oldingi shartining ichki o'zgarish ekanligini o'ttirib qo'ygan. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Ra'd. Ikkinchi bo'lib, bu qonun dastlabki chog' islom ijroatlarida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyoda tunji islomiy tartibni barpo qilish jarayonida ilib borgan kurashlardimi o'ttirg'i chiqqan. Qur'on Karim dastlabki 13 yilda ro'shan holda e'tiqod va mas'uliyatga aloqador masalalarni bosh tema qilgan va bu 13 yil mobaynida ijtimoiy, siyosiy masalalarga o'tishga yoki islom asosiga qurilgan ijtimoiy qonunlarni o'ttirib qo'yishga tamshalmagan. Diniy uyg'unishdan yana mundaq 3 muhim umidimiz bor. Birinchi, faqat uyg'unishlar Qur'on Karimning buyruqlarini bo'libmi cho'nqur yildiz tortgan, razil ijtimoiy odatlarga o't ochgan yoki huquq va boylik egalarini bearam qiladigan buyruqlarni qilcha ishkilanmay va murassasiz o'rinlay oladi. Diniy uyg'unish bularni hamma odam yoki yangidan gullangan jamiyatning mutlaq ko'p qismi Allohning amri va adolatning taqozosi sifatida tushundiganligi va qabul qildiganligi uchun tamoman zulmsiz va adovatsiz bir shaklda o'rinlay oladi. Ikkinchi, islomiy yangidan qad ko'tarishni faqat g'oyat zo'r shaxsiy va moddiy qurbonlik berishga tayyor kishilar sizlar emas, ya'ni yuksak darajadagi o'zaro ishonch va sodiq hamkorlik bo'lmaymi tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Birovlarning tirishchanligi, o'zini beg'ishlashi va qurbon berishi boshqa birovlarning xo'jayinlik va arzu-istaklarini amalga oshirish vositasiga aylanib qolmasligiga qanday kapolatlik qilish mumkin? Yaqinqi zamon islom tarixida pat-pat ko'rilgan axloqiy mudirlash tragediyasining qayta takrorlanmasligiga nima to'salg'i bo'la oladi? İslomiy tartibni o'z ichiga olgan har qanday tuzilma, har zamon uni o'ttirib qo'ygan prinsiplardan bakarak uni ijro qilgan kishilarga o'xshab qoladi. Uchinchi, mislsiz qaloqliq, qashshoqlik qipatgan islom dunyosi navbatda tez sur'atda ma'rif va sanoatlashish qadimiy moslashishga majbur bo'ladi. Halbuki tezlashtirilgan taraqqiyot hamma yerda o'z bilan birga mustabidlik, parixo'rlik, oila vayronchiligi, tez va nohaq beyish, qobil ammo qadr bilmas kishilarning rahbarligi.
udum an'analarning qotili bo'lmuş, tiz shaharlashish, ijtimoiy munosabatlarning suslashishi, ichimlik, chekimlik va zina fohishining yeyilish xavfini yutib yuriydi. Bu kültürsizlik qiyonini faqatla Allohga bo'lgan pok, tavranmas iymon va har qatlam xalq ommasining diniy vazifa bilan o'rinish bilan to'sish mumkin. Din bo'ladigan madaniyat kulturini yo'qotib etolmaydi. Ammo ba'zi hadislardan ko'rilishi bo'ludiki, nuqul moddiy va texnologiyalik taraqqiyot natijada ochiq bir yovvoyilikqa ilib berish mumkin. Islomiy hukumat. Diniy va axloqiy uyg'unishning muhimligini urg'ulash, islomiy tartibni islomiy hukumatsizmi barpo qilish mumkin deganlik emas. Men buningga qo'shilmayman. Bu pozitsiya tunji qadamimizning huquqni qo'lga kirgizishdan emas, balki kishilarni qoyil qilishdan boshlanganligi va islomiy gullanishning oldi bilan ma'rif sohasida, ondan siyosiy ma'noda bir inqilob bo'lganligidan derak berdi. Shunga biz oldi bilan da'vatchi, ondan mujohid askar bo'lishimiz kerak. Bizning vositamiz shaxs sifatida ulgi bo'lish, kitob o'qitish va da'vatdir. Kuch bu vositalar qatoriga qachon qo'shiladi? Bu payetni tanlash hamisha konkret bir savol bo'lib, bir qator omillarga bog'liqdir. Shundaqdimi yanada bir umumiy qoida turg'izish mumkin. Islomiy harakat va axloq va nupus jihatdan kuchayib ustunlikka ulashgan hamon mavjud g'ayri islomiy hokimiyatni ag'dirib tashlab qolmay, yangi bir islomiy hukumat qurishga tirishsa bo'ladi va shunday qilishi uningga vojib. Bu farq nihoyat muhim, chunki ag'dirish va qurish o'xshash darajadagi psixikalik va moddiy tayyorlik talab qilmaydi. Buningda baldur harakat qilish xuddi kechikib qilishdek xatarlikdir. Axloqiy va psixologik nuqtadan yetarlik hozir bo'lmay turib va zarur bo'lgan minimum tarbiyalangan xodimga ega bo'lmay turib, faqat talay o'ngdan kelib qilib hokimiyatni qo'lga kirgizish islomiy inqilobni ro'yobga chiqarish emas, balki siyosiy o'zgarish qilganlik bo'ladi. Siyosiy o'zgarish bo'lsa, g'ayri islomiy siyosatning davomi hamda boshqa bir guruh kishilar tomonidan boshqa g'oyalar uchun qilingan bir ishdir. O'xshashli hokimiyatni qo'lga ilishda kechikib qilishmi islomiy tartibning nishonlaridan biri bo'lmish huquqqa aloqador kuchli bir vositadan mahrum qilish va natijada g'ayri islomiy hokimiyatning bu harakatga zarba berishiga, sipini teri-peran qilib o'tishga fursat berish demakdir. Bu keyingi munosabatlik yaqinqi zamon tariximizda yetib oshqucha itinishlik va ibratlik misollar bor. Biz musulmon ellarni passivlikqa mahkum qilgan va hech qanday umidga o'rin qoldirmagan realizmga sal qarayotimiz. Tarix faqat to'xtovsiz o'zgarishlarning emas, ayni damda nomumkin va kutilmagan ishlarning o'zliksiz amalga oshishining hikoyasidir. Pokiston Islom Jumhuriyati. Islomiy hokimiyat tiliga ilinganda kunimizda o'zini Islom Jumhuriyati deb e'lon qilgan birdan-bir o'rnak Pokistonni nazardan saqit qilib bo'lolmaydi. Garchi ba'zi o'ngishsizliklar va saqlangan ma'lum masalalar bo'lsa-mu, Pokistonga salom bo'lsin. Chunki u islomiy tartib qurib chiqish orzusining mevasi bo'lib, uni tasavvur sifatida o'ttirib qo'yganlar bilan ro'yobga chiqarganlar aniq islomiy ideya bilan yetishganlar edi. Pokiston bugungi zamonaviy sharoit va taraqqiyot saviyasida islomiy tartibni yo'lga qo'yishga doir umumiy bir sinoqdir. Pokiston o'rnigida islom yo'lboshchilari qanday qilish va qanday qilmaslikni o'rganaydi va o'rganish kerak. Pokistonning salbiy tajribalarini, bo'lumsiz tajribalar doimo bekmi muhim. Mundaq ikki nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, Muhammad Iqbalning tasavvuridagi Pokistonni qurib chiqqan negizlik tashkiliy kuch, ittifoqlik va qobiliyat jihatda yetarsiz edi. Pokiston qurilib uzun o'tmay musulmonlar ittifoqining atrofiga negizlik masalalar, ijtimoiy tartib va davlatni tashkillash xususida o'xshash darajada muomala qilmaydigan bir-biridan xeyli yiroq unsurlar yig'ilib qolganligi ayon bo'ldi. Bu nuqtadan mazkur ittifoq klassik ma'nodagi siyosiy firqa partiyadan ozroq farq qiladi. U Pokiston duch kelgan tangirqashlar oldida o'z ittifoqligini ancha uzun saqlay olmadi. Ikkinchi, Pokiston o'rnigida negizlik islom prinsiplarini tatbiqlashda shaklvozlik va dogmachilik mavjud edi. Pokistonning mutafakkir va faqih qonunshunoslari ma'rifning ajallik masalalariga ko'ngil bo'lishning o'rniga guruhlashishga boshlab, kuchini deyarlik shariatdagi jinoiy ishlar va nikoh aloqador talash-tartishlarga markazlashish bilan xo'ritishdi.
Ular o'g'rining qo'li chepilamdi yoki zindonga tashlash kerakmi degandek oyog'i chiqmas dadalashga tushib ketganda davlat sifatida Pokistonning ulug'i tushgan qurt krizisga sababchi va o'g'ri qaroqchilikning boshqa shakli bo'lmish poraxo'rlik favqulodda darajaga yetib bordi. Pokistonning dastlabki 20 yillik kechmishi savoqlarga boy bir davr bo'ldi. Birinchidan, islomiy tartib va musulmonlar jamiyatini umumyuzlik qayta qurib chiqish uchun kurash qilishni faqat mustahkam va o'xshash tashkilotga to'plangan tajribalik buzilish xatiri yo'q va yetishgan shaxslarla muvaffaqiyatli holda davomlashtira oladi. Bu tashkilot g'arb demokratiya amridan kelgan siyosiy partiyalardan emas, balki islom ideologiyasiga tayangan va salohiyatiga yarasha aniq axloqiy va ideyaviy o'lchamga ega harakat. İkinchidan, bugungi kunda islomiy tartib uchun ilib berilgan kurash islomning mohiyatini yo'riqqa chiqarish kurishi demakdir. Amaliyotda bu kishilarning diniy va axloqiy tarbiyasi bilan ijtimoiy adolatning asosiy omillariga kafolatlik qilish deganlikdir. Bu vaqtda shakllar ikkilamchi o'rinda turdi. Üçüncüdən, İslam Cumhuriyetining funksiyasi avvalo kishilarning barobarligi va barliq musulmonlarning qarindoshligini jakarlash emas, balki ushbu ulug'vor nishonlarning amaliy turmushda ijro qilinish bo'lishi kerak. Uyg'ongan islom har qanday muhitda texmi adil bir ijtimoiy tartib uchun bayroqni qo'liga elishi va islom uchun kurashishning aslida nodonlik, adolatsizlik va nomrodlikqa qarshi bir kurash ekanligini, bu urushda har qanday murassa yoki chekinishga o'rin yo'qligini jakarlash kerak. Agar islom undaq qilmaydigan, bu bayroqni ikki yuzlama maqsadlariga yetish uchun jamiyatdagi qutratqu va soxta nijotkorlar qo'liga oladi. Bu gaplar garchi ochiq bo'lsa-mu, bizlar yanada Pokistonga va uning dunyo islomi uchun qilg'usi xizmatlariga ishonamiz. Chunki Pokistondek mahbubni tilga olganda, garchi bu söygü boshqa har qanday söygüga o'xshash o'ziga yarasha qo'rqish va andishlarini bilib tursa-mu, titramaydigan musulmon qalbi yo'q. Pokiston bizning sinoqlarga to'lgan katta umidimizdir. Pan-İslamizm va irqchilik. Günümüzdə İslami tərtibni qollash haqida ilgiri sürgən qarashlarımızdan birida dünya bo'ylab barliq musulmonlar va musulmon jamoatlarini bir yerga jamlashga yuzlanish islomiy tartibning tabiiy vazifasi ekanligini bayon qilgan edik. Bugungi shart-sharoitda bu ish Marokashdan Indoneziyagacha, tropik Afrikadan O'rta Osiyogacha bo'lgan ulug' islom federatsiyasini qurish uchun kurashga muhtoj. Ushbu tasavvur vizyonni tilga elish aramizdagi o'zini realist atib olgan yoki shunday sanaydigan xeyli nurg'un kishini jiyli qilayotganligini obdan bilamiz. Shuning uchunmi biz bu nishonni texmi aniq va yuqori ovozda ta'kidlaymiz. Bizning nazarimizda musulmon davlatlarni passiv o'ringa tushirib, hech qanday tirishchanlik va umidga o'rin bermaydigan bunday realizm yo'q narsadir. Chunki manbasi dal, kuchliklar oldida o'zini past ko'rish tuyg'usi va ularni hurmatlash bo'lgan ushbu realizmda xo'jayinlar xo'jayin, yollanmalar yollanma piti qilaverdi. Qandaqli bo'lmasin, tarix faqat to'xtovsiz o'zgarishlarning emas, ayni damda namumkin va kutilmagan ishlarning o'zliksiz amalga oshishining hikoyasidir. Zamonaviy dunyoning realligini tashkil qilgan hamma narsa tegudek 50 yil ilgari mumkin bo'lmaydigandek ko'rinadi. Uçuqchi mundaq ikki realizm bor. Biri bizning realizmimiz, yana biri qo'rqinchoq va ojizlarimizning realizmi. Bizningcha musulmonlarning o'rtaq masalalarni hal qilish, turli tashkilotdagi o'zaro ittifoqlarni barpo qilish va tadrijiy holda bir qism muhim sohalarda qo'lma-qo'l va tashkillik faoliyat olib berish uchun ma'lum iqtisodiy, kultural, siyosiy va millat xalqigan ba'zi organlarning tashkillanishidanmi tabiiy va realist bir narsa yo'q. Halbuki bizning realizmchilarga, ojizlarimizga deb o'qing, bu fikr amaliyotga mos kelmaydigandek ko'rindi. Ular muvofiq deb qaraydigan mavjud hol bizning realizm tushunchamiz bo'yicha sun'iy, hatto bema'nilikning bir timsolidir. Masalan, nazarimizda markazlashish va uyushish davri bo'lmuş kunimizda bir arab millatining 13 davlatga bo'linib ketishi, bir qator muhim dunyo masalalarida musulmon davlatlarning qarim-qarish taraflarda bo'lishi, musulmon Misrning Efiopiya yoki Kashmir musulmonlarining azob oqibatlariga ko'ngil bo'lmasligi, Arab əlləri bilan İsrailiya o'tirisidagi eng keskin tirikishish jarayonida musulmon Eronning tajovuzchi bilan do'stona munosabatda bo'lishi va hokazolar.
Buning 1968 yillardagi muloyiza ekanligi unutilmag'ay. Mutlaq qabul qilg'il bo'lmaydigan ahvol bo'lib, ayni vaqtda ham amaliyatchil emasdir. Ya'ni agar amaliyatchil bo'lmagan bir narsa bor deyilsa, u musulmonlarning ittifoqligi emas, balki bundaq ittifoqlikning yo'qligi va bugungi ittifoqsizlik va inoqsizlik holatidir. Hech qanday tarixiy nishon yo'qdirki, agar tabiiy yoki tarixiy faktlarga zid kelmaslar, kishilarning o'rtaq iroda va o'rtaq tirishchanligi bilan hamon ro'yobga chiqmasin. Ishlanilgan va u uchun tirishilgan utopiya ro'yobga chiqqanda utopiya bo'lmay qoladi. Bizning realist ojizlar bo'lsa, na ishonishni, na ishlashni xohlamaydi. Ularning kamsitkichi realizmni dal mush yerda tushunib olishga bo'ladi. Qachonki ular musulmonlar ittifoqini amalga oshirib bo'lmas, tush deydigan, amaliyotda ular faqat o'zlari his qilib yetgan ojizlikni ifodalagan bo'ladi. Bu namumkinchilik dunyoda emas, balki dal ularning qalbida. Musulmonlarning ittifoqligi. To'g'risidagi fikri hech kimning kashfiyoti emas. Shunaqla paloni islohchi yoki pukuni mutafakkirning go'zal orzusi emas, balki u bir aksiyoma bo'lib, Qur'on Karimning o'zi o'ttirib qo'ygan. Müminlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa, qarindoshlaringlarning orasini tuzanglar. Sura Hujurat degan mashhur shuarni o'ziga ul qilgandir. Shundaqla islom buni musulmonlarning hammasi tutadigan farz roza va yer yuzidagi Allohning eng muqaddas va eng ulug' uyi bo'lgan sharafli Ka'ba bor bo'lgan haramga zaminning hamma taraflaridan musulmonlar kelib, birlikda o'rindaydigan farz haj orqali ummatning izchil samiga silib, to'xtovsiz yanglab turgandir. Shuning bilan butkul musulmonlar dunyosida o'xshash omillarga ega so'lmas tuyg'uni yaratgan. Yiroq yurtlardagi bir musulmon xalq ofatga uchraganda, oddiy kishilar orasida kezib yurgan har qanday odam xalq ichidagi yordamsuyarlik va musibatdoshlik tuyg'usining kuchiga tanıq bo'la oladi. Undaqda, shunday kuchli ommaviy kayfiyatga ega xalq pan-islomizmi musulmon allarning kundalik turmush va davlat siyosatiga qandaqsa ko'rinarli ta'sir ko'rsatilmaydi. U nemishqa haqiqiy o'rtaq taqdir tunish darajasiga o'rlay olmay, faqatla his tuyg'u saviyasida qoladi. Palastin, Qrim, Sharqiy Turkiston, Kashmir va Efiopiya musulmonlarga aloqador ayonchilik xabarlar hamma joyda birdek ayiblash va ko'ngil yerimligiga sabab bo'lsa-mu, tang qadamlik harakatning yo'qligi yoki harakat qilinsa-mu, harakatning hissiyot bilan o'xshash darajada bo'la olmasligini qanday tushungulik? Bu savolning javobi G'arbda o'qigan yoki G'arbning ta'siriga uchragan rahbarlik qatlamining bilib qilayotgan ish harakatlarining oddiy xalqning ummatchi hissiyotining aksicha pan-islomist emas, balki irqchi ishkanlik haqiqatida yotadi. Mana buningdan musulmon xalqlar bilan rahbarlik qatlamining tushunchasi o'ttirisida o'zlish kelib chiqib, bu holatning davomlashishi bilan har qanday ahamiyatli harakat imkonsizga aylanadi va bu qatlam o'zgarmasa, shu peti qilaverdi. Şoňa zamonaviy pan-islomizm negizida biz emas, narsani rad qilib, biz shu bo'lgan narsani arzu qila oladigan bo'lish uchun ong bilan tuyg'uni mosliq ichiga ilib kirishdan iborat muhim vazifa bordir. Bu ahvol bugungi musulmon dunyosining millatchiligining xarakteri va taqdirini belgilaydi. Dünyanın hamma yerida millatchilik xalq ammasining istaklarini muzika, folklor bo'libmi til urg'ulaganligi uchun keng doirali xalq harakati aloyidligi ega bo'lsa, musulmon allarda qoida sifatida millatchilikning shakli o'zgartirilgan bir nusxasi. Hatto bir xil xalqqa qarshi millatchiliksiz millatchilik yoki ich quruqdalgan millatchilik tarzida ko'rilmoqda. Bu yakunning izohini bir tarafdan ommaning hissiyotini pan-islomizmning egallab olishida, yana bir tarafdan millatchilikning islomning o'rniga dastitish uchun o'ylab tepilgan bir narsa ekanligi va shuningdek boshdan oxir buning islomga qarshi harakat holatiga keltirilganligida izlash kerak. Nurg'un musulmon ellardagi millatchilik harakatlari xalqning o'tmishi va urf-odatlari bilan tabiiy to'qinishga tushib, bu an'analar har sohaga singib ketgan va faqatla islomiy an'analar bo'lg'ach, xuddi o'zlaridan avvalgi mustamlikchilarga o'xshab qilib, bir xil aksil millat harakatiga aylanib qolishdi. Masalan, bir qism arab ellaridagi arab tilining ahvoli hech bo'lmaganda millatchi byurokratiya nuqtasidan ingliz, fransuz ishg'oliyati davridagidan yaxshiroq emas. Agar bu ma'noda bir ish qilinayotdi deyilsa-mu, u haqiqiy qizg'inliksiz qilinmoqda yoki u xizmat xalqiga yotlashib ketmagan kuchlarning tirishchanligidir. Silishtirish. Yahudiylar Isroiliyada asosan unutilib ketgan ibroniy tilni yangidan qo'llanishga boshladi.
Arab tiliga qarshi bundaq muomalaning sababi nihoyat oddiy. Chunki Qur'on Karimning va islomning tili bo'lmuş arab tili arablarning, arab paraslarning va umuman millatchilik tuyg'usining quroli bo'lishdan bekarak bir butun islomiy tuyg'ularning qurolidir. Atalmış millatparast zotlar buni joyida tunib yetdi yoki bo'libmi tug'ma tuyg'ularida bekarak his qilishdi va misli ko'rilib baxmagan ajoyib bir chiqish yo'li tepishdi. Ular va ularning byurokratlari burungi ishg'olchilarning tilida so'zlash. Halbuki musulmon dunyosida islomsiz vatanparvarlik bo'lmaydi. Yig'ib aytganda, bu mulohazalar o'z usulida musulmon dunyosidagi millatchilik ideologiyalarining kelib chiqish e'tibori bilanmi g'ayri islomiy ekanligi yakunlanmoqda. Bu ahvol O'rta Sharqdagi arab millatchiligining boshlamchilari bo'lmuş suriyalik ziyolilar va xristian livanliklarning Amerikan instituti, sobiq Suriya protestant instituti va Beyrut Saint George universitetlarida tarbiyalanganligi bilan eng ro'shan xarakterlanmoqda. Shunaqla Turkiyadagi Kamalizm, Indoneziyada Ahmad Sokarni o'tirib qo'ygan panchaslar, ba'zi arab elleridagi sotsialistik BAS, ya'ni BAAS partiyasi bo'libmi ba'zi firqalari va musulmon dunyosidagi bir talay millatchi va inqilobchi guruhlarning ma'naviy va tarixiy manbasi surishtirilsa, yuqorqi yakun jazmlashidi. Pan-islamizm doimo musulmon xalqlarning qalb qitidan kelgan bo'lib, millatchilik hamisha import mol bo'lgan. Bu vajidan musulmon xalqlarning millatchilikka esilish qobiliyati yo'q. Buningga qayg'urg'uliqmi? Biz ma'naviy birlik prinsiplarining millat prinsipidan ustun ekanligidek aniq haqiqatga bir lahza ko'z yumib turgandimi, ushbu mazmunni yozayotgan paytda xalqimizga bunday qobiliyatni yetildirishga urinmaslikni tavsiya qilishga majburmiz. Kelajak asrlar bo'yi millatchi jamiyatlarda yashab kelgan kishilardan millatchilikdan texnik keng doirada birga jam bo'lgan yangi o'rtaq turmush shakli tadrijiy moslashishni talab qiladi. Bugungi fransiyalik va germaniyalik yiroqni ko'rarlar vatandoshlarini o'zlarini fransuz yoki nemisdan bekarak yevropalik his qilishga chaqirmoqda. Yevropa iqtisodiy o'rtaq gavdasining qurilishi damalliq qabul qilib bo'lolmaydiganda ko'rinsimi 20-asr Yevropa tarixining eng ijobiy hodisasidir. Mazkur millat davlat xalqigan organning qurilishi Yevropa xalqlarining kichik va o'rta darajadagi xalqlar uchun to'liq qimmat, hashamatchilik bo'lishga boshlagan millatchilikka qarshi tunji va haqiqiy g'alabasidir. Çağdaş dünya bir ma'noda tarixda misl ko'rilmagan bir taraqqiyotning bosug'isida turmoqda. Chunki mazkur taraqqiyot favqulodda qimmatlab ketgan ma'arif, tadqiqot, yez egilik, sanoat, mudofaa va boshqa turli programmalar bilan hozirgacha ko'rilib baxmagan va tasavvur qilg'usiz cho'nglikdagi jamoat va boyliqlarni birga jamlashni taqozo qilmoqda. Va bu ahvol obyektiv holda faqatla cho'ng davlatlarga yoki texmi to'g'risi davlat xalqigan ittifoqlarga fursat bermoqda. Hozirning o'zida dunyoni so'rayotgan ikki ittifoq Amerikan va Sovetlar bor. Sahnaga chiqishga tayyorlanayotgan uchinchisi Yevropa bo'lsa shakllanish bosqichida. 200 million kishini ittifoqlashtirib 200 milliard dollar milliy daromad hosil qilolmagan davlat albatta bu raqamlar to'xtovsiz o'rlab turdi. Bu harakat bilan mos qadamda mangolmaydi va o'ziga pichilgan tuvan salohiyatga qanoat qilishga majbur bo'ladi. U boshqalar u yoqda tursin, o'zini boshqara olmaydi. Taraqqiyot saviyasi hamda eng muhim omil bo'lmay qilyotdi. Uning o'rnini mutlaq buyuklar oladi. Xitoy taraqqiyot saviyasida Fransiya, Angliyalardan xeyli kaynida bo'lsa-mu, favqulodda nüfus va boylik manbalari soyasi davomlashayotgan bu beygida ochiq oshkora bir ustunlik namoyon qilmoqda. Bu hal taraqqiy qilgan emas, ammo buyuk bo'lgan musulmon dunyosi uchun bir fursatdir. Musulmon davlatlarining kuchini yig'ib, o'rtaq tirishchanlikqa chaqiradigan yana bir jiddiy omil bor. Kun sayin tez va shiddat bilan ishayotgan nüfus musulmon davlatlarning iqtisodiy va madaniyat jihatdagi qaloqliqni texmi ig'irlashtirmoqda. Ikki musulmon davlat Misr va Pokiston hozir dunyo bo'yicha ko'payishda eng oldingi ikki o'rinda turdi. Ba'zi mo'ljallarga qaraganda har yili taxminan 20 million musulmon tug'ilmoqda. Agar ishish mushu sur'atda davomlashsa, musulmon dunyosi mush asrining oxiriga borganda mavjud chegarasi ichida bir hassa qatlandi. Demek, tug'ilg'usi buncha million kishini qabul qila olishimiz, baqa olishimiz, tarbiyalashimiz va ularga xizmat fursati yarata olishimiz mumkinmi? Agar mazkur qo'rqinch nüfus taraqqiyotiga mos tezlikda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot hosil qilinmasa, yoshirin xatar va aniqsizliklar to'lib yotadi.
O'tgan 20 yilda mazkur nüfus paxalliq ishlab chiqarishdagi ishning hammasini tugdek yutib ketdiki, hozir nurg'un musulmon ellardagi kishi bishiq to'g'ri keladigan milliy daromad 20 yil ilgariga qaraganda ko'p tuvallab ketdi. Natijada nüfusning ko'payishi birlikka kelgan musulmon dunyosidagi kuch omiliq emas, balki bo'lingan musulmon davlatlaridagi krizis va umidsizlikning manbasiga aylanishga boshladi. Nihoyatda aniqki, musulmon ellarning har biri bu masalalarni o'z oldiga hal qila olmaydi. Biz tamoman yangicha bir uslub, ittifoqlik orqali bu ahvol bilan yuzlasha olamiz va ayni damda qo'ldan berib qo'ygan o'nlarcha yillik qaloqliq, qashshoqlik va turg'unlikning o'rnini to'ldirib ola olamiz. Arablar, turklar, eronliklar va pokistonliklar o'z oldiga hal qila olmagan narsalarni jami musulmonlarning o'rtaq yetakchilik ostidagi tirishchanligi bilan hal qila olamiz. Barliq musulmonlarning erkinligi va bayoshatligi barpo qilingandila, har bir musulmon davlat o'zining farovonligi va erkinlikni tiklay olmaydi. Boy Kuvayt bilan bayoshat Liviya baxtsizlik dengizida ikki Eron bog' orli bo'lib qola olmaydi. Agar ular islomiy hamkorlikni barpo qilmay, qo'shni musulmon ellarga yordam bermay, shaxsiyatchilikning kayniga kirsa, bu ahvol boshqa davlatlarni mushunday xohishga yetaklamasmi? Bu dal dushman arzu qiladigan adovat va qalaymaganchilik holatiga ilib bordi. Boy musulmon ellar islomiy vazifalarni o'rindigan vaqtda o'z davlatlarining eng oliy manfaatlarining taqozzosini o'rindigan bo'ladi. Har bir musulmon davlatning oldidagi tanlash aniq. Ya boshqa musulmon davlatlar bilan birlashib mavjudlikni davomlashtirish, ilgirlash va har qanday masalaga taqobil turalug'idek kuch-quvvatga kafolat qilish yoki kundan kunga ojizlab boyatlarga mahkum holga kelib qilish. Hozirgi tarixiy daqiqalar bu ittifoqlikni yangi bir o'lchamga ega qilmoqda. U endi idealist va yiroqni ko'rarlarning shirin arzusi emas. İttifaqlıq bo'lmaydigan bir muqarrarlikka, mavjud bo'lib turish qonuniyatiga va bugungi dunyoda izzat va g'ururning shartiga aylandi. Nima sababdan bo'lishidan qat'iy nazar, mavjud bo'linishni qo'llovchilar aslida dushmanning tarafdorlaridir. Musulmon ommaning pan-islomchi tuyg'usi ushbu tarixiy vaziyatning muqarrarligi butunlay mos keladi. Bu nuqtadami taraqqiyparvarlar o'z millatchiliklari pardasi sababli bu haqiqatni ko'rolmaydiganlardir. Xristianlik va yahudiylik. Ko'lam nuqtasidan ilib aytganda, bu yozmada islom sirtidagi butun muhim ta'limot va sistemalarga nisbatan pozitsiyasini o'ttirib qo'yib chiqish mumkin emas. Lekin ikki eng muhimdan xristianlik va yahudiylik, ikki hokim dunyo sistemasi kapitalizm va sotsializmga qarata pozitsiyasini o'ttirib qo'ymay bo'lmaydi. Xristianlikka kelsak, biz avvalo Isa alayhissalomning ta'limotlari bilan cherkovni ayirib qaraymiz. İsa alayhissalomning ta'limotlari ba'zi joylarda burmilashlarga uchragan Allohning vahiysidan iborat bo'lsa, cherkov o'zi xos piramidasiman diniy martabalar ustiga qurilgan bir muassasa bo'lib, o'z tashkiloti, siyosati, boyligi va manfaatlari bilan faqat islomga emas, balki Isa alayhissalomning o'ziga qarshi bir tashkilotga aylangan. Xristianlikqa qarata mavqesini belgilab olmoqchi bo'lgan har bir kishining tabiiy holda uzoq o'tmish mobaynida Isa payg'ambarning ta'limotlari bilan inkvizitsiya orasida davolg'ib kelgan cherkovning nishonining zodi qaysi bir ekanligini aniqlab bilish haqqi bor. Cherkov Injilning axloqiy ta'limotlarini qancha ko'p bayon qilgan va sharhlagan sari inkvizitsiyadan shuncha yiroqlab islomga shuncha yaqinlashadi. Biz cherkovning 2 qatimliq Vatikan kengashida e'lon qilingan yangi yuzlanishlarni olqishlaymiz. Chunki bizcha bu xristian dinining dastlabki asoslariga nisbiy yaqinlashishidir. Agar xristianlar istasa, xuddi o'tmishda bema'ni to'qinish va tugmas majroning timsoli bo'lgandek, kelajakda butkul insoniyatning izguligi uchun ikki cho'ng din o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlikning ulgusini yarata oladi. Islomning yahudiylikka tutgan pozitsiyasi mushuning o'xshab ketadigan prinsiplarga tayindi. Biz yahudiylar bilan asrlar bo'yi birga yashab keldik. Hatto ba'zida qaysining islomiy, qaysining yahudiycha ekanligini farqlantirib bo'lmaydigan darajada o'xshab ketgan bir kulturni barpo qilib chiqdik. Lekin sionistlarning yetakchiligidagi yahudiylar Falastinda talablarcha va tor nazar bilan odamiylikka yot va hech nima pisand qilmagan holda ishilib bormoqda. Mazkur siyosat faqat hozirgi va vaqtliq ahvolni nazarga olgan bo'lib, dunyodagi musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasidagi mangulik omillar va kuch tangpongliqini ko'rib yetolmayotdi. Bu siyosat Falastinda turib butun dunyo musulmonlariga jang e'lon qilmoqda.
Yerusalim faqatla Falastinliklarning yoki arablarning masalasi emas, balki butun musulmon xalqlarning masalasidir. Yerusalimni qo'lida tutib tura olish uchun Yahudiylar islom va musulmonlarni yengish kerak. Ammo Allohga shukr, ularning buningga qurbi yetmaydi. Agar Yahudiylar Siyonistlar bilan o'zlarini ayriya olsa, bizmi ularni ayirib qarashni xohlaymiz va umid qilamizki, o'zaro chiqish olmayotgan arab rejimlariga qarshi, arab va musulmonlarga qarshi emas, qo'lga keltirgan askariy g'albalari ularning aql-hushini tumanlashtirib qo'ymag'ay va o'zlari keltirib chiqargan to'qinishlarni tezroq oxirlashtirib, Falastinda birga yashashning yo'lini ochishga tirishqay. Agar ular kibrlarining keyniga kirib, mushu peti davom qilaversa, hozircha yaltiydigandek emas, islomiy harakat va butun dunyo musulmonlari uchun faqat birla hal qilish chorasi qoladi. Yo'lsizlarcha egallab olgan har g'ayrish tuproqni qaytarib berishga majbur bo'lganga qadar kundan kunga, yildan yilga qanchalik kishi qurbon bo'lishidan va qancha muddat davomlashishidan qat'iy nazar, urushni kengaytirish, to'xtovsiz va adoqqicha urush qilish. Falastinlik qarindoshlarimizning asosiy haq-huquqlariga xavf ilib kelguchi har qanday sodlashish yoki murassa dal biz yashayotgan dunyo ustiga qurilgan axloq sistemasini buzg'unchilikqa uchratadigan xiyonat bo'lib qoladi. Bu mulohizlar hargizmi mavjud shartlar tarafidan tanilgan islomning Yahudiy va Nasaralar qarta yangi bir siyosatining ifodasi emas. Balki bular haqiqatan islom dinining xristian dini va yahudiy dinini e'tirof qilish prinsiplari va tamoman degudek Qur'on Karimdan chiqarilgan amaliy yakundir. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozaralashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Sura Ankabut. Aytinglarki, Allohga iymon etdik, bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlar Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yahudiylar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Sura Baqara. Ahli Injillar Alloh Injilda nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fasixlardir. Ey Muhammad, biz sana o'zdan ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchi va ularga shohid bo'lg'uvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi, ya'ni butun insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga aldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib berdi. Ular ya'ni Yahudiylar va Nasaralarning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Ularning Alloh sana nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan saqlangan. Agar ular Alloh sana nozil qilgan hukmdan yuz o'risa, ey Muhammad, bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qildi. Shak shubhisizki, kishilardan nurg'uni fasixdir. Ya'ni Parvardigorining toatidan bosh tortib, haq xiloflik qilib, gunohga cho'mguchilardir. Sura Maida. Kapitalizm va sotsializm. Zamonimizdagi islomiy qad ko'tarish qaysi qurilma va siyosiy shakllarda namoyon bo'ladi va amalga oshadi? G'arb madaniyat sohasiga xos parlamentlik demokratiya, kapitalizm yoki sotsializm qatorliq bir qism ijtimoiy andiza va tuzilmalar islomiy jamiyatga mos kelamdi. Bizning jamiyatimizmi mushu va mushuning o'xshash bosqichlarni boshdan kechirish kerakmi? O'tgan 2 asr mobaynida dunyo miqyosida har bir davlatning cho'qim parlamentlik demokratiya yo'lida inqilob qilish kerakligi talqin qilindi. Eng yangi bo'libmi 2 qatimliq dunyo urushi o'tirisidagi o'zgarishlar.
Ba'zi qarim-qarışlıqlarni o'ttirib qo'ydi hamda ijtimoiy va siyosiy jamiyatlarning taraqqiyotining klassik demokratiyaning muqarrar bosqich emasligini muayyanlashtirdi. Muşununga o'xshagan holda bugungi kunda ba'zilar sotsializmning insoniyat jamiyatini xalab yoki majburiy ketayotgan zarur yo'nalish ekanligini isbotlamoqchi bo'lyotidi. Lekin Yevropa va Amerikadagi atalmish kapitalistik davlatlarning zamonaviy taraqqiyotlari ularning planlarining yolg'onligini nihoyat aniq o'tirib qo'yib qolmay, taraqqiyotning ba'zi bir kutilmagan taraflariga ishora qilmoqda. Dunyoning neriqi uchuda Yaponiya feodal iqtisoddan bevosita Yevropada monopol kapitalizmning yuqori shakli deb atashga bo'ladigan bir sistemaga kirdi. Kishilar tarafidan tarixiy taraqqiyotni tartibga solish uchun tuzilgan planlarning intayin nisbiy ekanligi isbotlandi. Bo'libmi jamiyatning taraqqiyotiga doir ma'lum qoida-qonuniyatlar bor bo'lsa-mu, 18 va 19 asrlarda Yevropalik mutafakkirlar o'tirib qo'ygan nazariyalarning unchalik to'g'ri emasligini nihoyat ochiq o'ttirg'a chiqdi. Bu to'qilma determinizm oxirgi bug'ullarni vijdon bismiga uchirtib qolmay, ayni damda kishilarning psixikasiga singan farovonlikni ilib kelib, jimiy mushkulotni hal qildig'ini davlat qurilmasidir degan ideyani tarqatishdagi kuchli psixik qural rolini o'tadi. Amaliyotda bir davlatning hokimiyat tuzilmasining shu davlatga bo'lgan ta'siri faqat jimiy boyliqlarning haqiqiy manbasi bo'lmish ishlab chiqarishni rag'batlantirish. Qo'ldan kelishcha tashkillash yoki o'zi bevosita ishlashdan kelib chiqqan muvaffaqiyatga bog'liqdir. Demak, ishlab chiqarish jimiy boyliqning haqiqiy manbasidir. Biz tarixiy muqarrarlik joylamasidan qutulib chiqib, islom o'tirib qo'ygan o'tirhallik prinsipi bilan faqat kapitalizm va sotsializm deb emas, kunimiz dunyosidagi zamonaviy jamiyatlarning amaliyoti sifatida mavjud tuzumlarning yaxshi va yomon tomonlariga oldin hukm qilib olishdan saqlangan holda baho bera olamiz. Kapitalizm va sotsializmning asli qiyofati mana endi hech qayerda yo'q. Chunki 2 dunyo urushining keyinidilla barliqqa kelgan tez taraqqiyot ularni tarix patlari ko'mdi. Faqat birg'an siri fan salohiyatidan bekarak siyosatning vositasi aylanib qilayotgan qatmal markazimlik siyosiy iqtisod xuddi oxirgi 50 yil ichida dunyoda hech narsa o'zgarmagandek kona safsatlarini davomli takrorlamoqda. Bir qator muhim alomatlar ko'rsatib turibdiki, yaqin kelajak taraqqiyot bosqichida o'tirg'i chiqqusi iqtisodiy va ijtimoiy hodisalarni ta'riflashda kapitalistik va sotsialistik o'lchamlar nihoyat tezla butunlay yetarsiz bo'lib qoladi. Shunga har qanday shuar yoki ism atoqlarga esilib olmay, mavjud dunyoda ko'zimiz bilan ko'rgan bayqaganlarga asosan kapitalistik dunyoning yaqinqi 30 yil mobaynida qo'lga keltirgan taraqqiyotini, hayoti kuchini, iqtisod va ilm-fanni jonlantirish iqtidorini, yuqori saviyalik siyosiy erkinlik va qonuniy bexatarlik kapolati qatorliq ijobiy taraflarini e'tirof qilishga majburmiz. Shundaqla sotsialistik sistemaning bo'libmi moddiy boyliqlarning safarbarlik qilinishi, ma'arif va an'anaviy yo'qsullikni tugatishga aloqador muvaffaqiyatlarini nazardan saqit qila olmaymiz. Shuning bilan birga bizning ularning taraqqiyot jarayonidagi qarang'u va qabul qilg'il bo'lmaydigan taraflarini, har ikki sistemani ba'zida davolg'utib turgan eg'ir krizislarni ko'rmay amalimiz yo'q. Islom dinining dunyoni tartibga solishdagi amaliyatchil ochiq tutumi uni hammadan avval boshqalarning bo'libmi AQSh, Sovet ittifoqi va Yaponiyaning ijobiy va salbiy tajribalarini oldin hukm qilayotmagan holda yakunlab chiqa oladigan alohida o'ringa qo'ydi. Bu uch davlat nazariya va amaliyat jihatda farovonlik va qudrat qatorliq asosiy masalalarni hal qilishning 3 xil usuliga vakillik qiladi. Yaqinqi 30 yil jarayonida kapitalizmning taraqqiyoti markazimning ba'zi negizlik nazariyalarining xato ekanligini o'ttirib qo'ydi. Tuvanda 3 o'rnak beraylik. Birinchi, kapitalistik tuzumda ishlab chiqarish kuchlari bilan ishlab chiqarish munosabatlar orasidagi qarim-qarishlik muqarrar shaklda o'ttirib chiqmadi. Kapitalizm bu qarim-qarishlikni yengib qolmay, ishlab chiqarish va ilm-fanni shu kungacha ko'rilib baxmagan darajada taraqqiy qildirib va yuksaltirib, emgakning unumdorligini oshirdi. Ikkinchi, eng muhimi kapitalistik ellardagi ishchilar sinfi inqilob yo'liga kirmadi. Uchinchi, mavjudlik bilan ong, negiz va ustning munosabati Karl Marx iddio qilgandek emas edi. Bilganimizdek, Shvetsiyadami, Argentinadami tuzum kapitalizm. Lekin bu davlatlarning negizidagi farqi saviyasidagi farq. Har ikkisi kapitalistik davlat. Ularning ust farqi siyosiy hokimiyatning shakli, qonun,
din, hakim, falsafa, san'at va boshqalar mohiyatlik farqdir. Ko'rib olishga bo'ladi-ki, dunyoda taraqqiyot Marks ko'rsatgan yo'lda mangmadi. Taraqqiy qilgan ellar kapitalizmni saqlab qoldi va taraqqiy qildirdi. Sotsializm bo'lsa, markazimlik nuqtai nazaridan tushuntirgili bo'lmaydigan holda nechilagan qaloq davlatda hokimiyat beshiga chiqa oladi. Undaqda keynida qolgan ellarning sotsialistik iqtisodning ba'zi shakllariga bo'lgan qiziqishni qanday izohlash mumkin? Birinchidan, ushbu ishlab chiqarish shakli hech qanday asosi yo'q davlatlarga tavsiya qilingan bir uslub bo'lib, bo'libmi hech qanday sarmoya, qobil xizmat qo'shini va ilg'or emgak odatlari yo'q davlatlar uchun keng ko'lamli ishlab chiqarishni tashkillashda texmo foydali ekanligini isbotladi. Ikkinchidan, bir qadar qaloq jamiyatlar doimo ma'lum sotsializm shakllarining tarkibi bo'lgan turli cheklimlarga shaxsiy erkinlik taraytish, markazchilik, qattiq qo'l hokimiyat qatorliqlar texmo oson moslashidi. Uchinchidan, sotsializm bilim sifatida mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, bir afsona, bir tavakkulchilik sifatida tegish mavjud. Sotsializmning muhim tarafi uning protestant va german ellariga solishtirganda katolik va roman ellaridagi ko'zi ko'rinarlik buyuk ta'sirini izohlab bera oladi. Aksicha, kapitalizmning amaliyatchil ruhi taraqqiy qilgan jamiyatning rasionalizmga texmi uyg'undir. Kapitalistik ishlab chiqarishning taraqqiy qilgan shakllarining hokimiyat shakli demokratik, kultur saviyasi yuqori hamda shaxsiy va siyosiy erkinlik jihatda ilg'or jamiyatlarda muvaffaqiyatli joriy bo'lganligi isbotlandi. Mushu shartlar ostida kapitalistik iqtisodning ayrim noinson taraflari unumdorligiga cho'ng ta'sir ko'rsatmagan asosda obdanoq neytrallashtirilishi kerak. Ya'ni bu yoki u sistemasining muqarrarligi haqidagi gaplar quruq safsata xolos. Muqarrar deyilsa, o'zliksiz taraqqiy qilayotgan fan texnikaga tayangan ishlab chiqarishning to'xtovsiz harakat qilib turishi muqarrardir. Şuna ishlab chiqarish va ishlab chiqarish vositalariga aloqador yaxshilashtirish xizmati mana bu kishilarning cho'qim diqqatini tortishga loyiq birdan-bir faoliyatdir. Shu vajidan islom va umumiy jahon oldida ya kapitalizm ya sotsializmdan iborat intayin sun'iy va to'qilma ikki qiyin tanlash turg'uni yo'q. Chunki bundoq bir muqarrarlik amaliyotda mavjud emas. Bunun aksicha, biz yo'liqqan chiqqan masala mulkchilik va ishlab chiqarish munosabatlarini tartibga soladigan, ishlab chiqarish va texnikaning muqarrar taraqqiyoti taqozo qilgan masalani ijtimoiy adolatga aloqador islomiy tushunchaga muvofiq holda hal qiladigan va unumli usulda xizmat faoliyatlarini jonlantiruvchi bir sistemani tanlab davomli takomillashtirish masalasidir.